أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hürmetli kardeşler, biz bugün Ali İmran Suresi'ndeki 17. ayetiga keldik. Bugünkü ayet ilgirki ayetlerinin devamı. İlgirki ayetlerde Allah Subhanahu ve Taala insanga dünyada berilgen imkaniyetler hakkında to'xtalib, agar inson bularga dunyo ko'zi bilan qarasa, havas intilish ko'zi bilan qarasa, shuni nishonlash oxirgi plan shu degandek bir ko'z bilan qarasa, bu qisqagina bir dunyoninki hayotiy manfaati, dunyoning huzuri ekanligi, ammo Allohning qo'shida texmi buyuk o'rin, texmi go'zal ne'mat, noz ne'matlarning borligi, bununla birilganlarning undan quruq qolganligini haqida so'zlab kelib, bu kishilarningki ikkinchi sifatida, ya'ni bu xil ne'matlarga qarata ikkinchi bir xil ko'z bilan qaraydigan kishilarning bir sifatini bayon qilgandi. Dunyo ko'z bilan qaraganlarning ahvoli u bo'lsa, ya'ni ularga shayton ashta chiroyli ko'rish orqali shaytonning yo'liga mangan bo'lsa, ammo Allohdan qo'rquv, shu insonni ozdirib ketish ehtimoli bo'lgan ilgirki oyatda bayon qilingan shu dunyodagi imkoniyatlarga Alloh belgilagan doirada muomala qilganlar. Alloh belgilagan doirada muomala qilganlar. Uni faqat yuksalishninki, yaxshilikqa yuksalishning bir palampiyi deb qarab, dunyoda foydalanib, manfaatlanib, oxiratdagi buyuk ne'mat tarafiga qarab uzluksiz davom qilgan kishilarning erishadigan nozu ne'matlarini, ularga asliq turadigan jannatlarning birildiganligi va pok juplarning juplanib birildiganligi so'zlanib bo'lgandan keyingi oyatda bularning sifatlarini bayon qilib kelib, bu kishilar avval Allohga iymon etish orqali bu to'xtamga qo'l qo'yganlar. Ya'ni iymon darvozasidan kirganlar va shu iymonning taqozosi bilan butun qilishga tegishli ishlarni qilganlar, Allohning ta'limotini uyg'onganlar ve insanlık acizlik bilan qılanmagan taraflarda, g'aflat taraflarga qarata Allohdan mag'firat talab qilgan, do'zaxning azobidan saqlab qolishni talab qilgan insonlar deb bo'lib, mu'minlar deb bo'lib, bularning keyingi sifatida hozirgi oyatda da'vatida astag'izbillah as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Yani bu kishilar, yuqoridagi oyatda tilg'alangan kishilar, bular sabirin. Yani biz Uygurca tushungan vaqtimizda sabr qilishni deb tushunamiz, ammo buning ma'nosi biroz kengroq. Yani biz Uygurcha tushungan sabr qilishning ma'nosi biroz kengroq. Va sodiqin, haqiqiy, samimiy, rostchil kishilar. Yani tili bilan qalbi bir, so'zi bilan amaliyati bir kishilar. Val qanitin, Allohga o'zini urib, vujudi bilan ibodat qiladigan kishilar. Val munfiqin, o'zidagi imkoniyatni başkalar bilan o'rtoqlashadigan, Alloh bergan imkoniyat rizqlarni boshqalar bilan birga foydalanadigan kishilar. Vel mustaghfirina bil ashar, atdigan taraflarda, sahar taraflarda Allohdan o'zidan o'tgan kamchiliklarga qarata af tilaydigan, mag'firat tilaydigan, kechirim tilaydigan, istig'for etadigan kishilar deb bu shaklda sifatladi. Ya'ni bularning hammasi Allohdan qo'rqqan kishilarning sifatlari. Allah astidan o'stanlar qilib turadigan jannat hozirlagan kishilarning sifatlari. Allah pok juplarni hozirlagan kishilarning sifatlari. Allohning buyuk roziligiga erishadigan kishilarning sifatlari. Bu kishilar sabirun, chidamchan, mustahkam, yo'lni uzib qo'ymaydigan, oxirigacha davom qiladigan, Allohga o'zini atab turib, xushu bilan ibodat qiladiganlar, Allah yo'lda hammamizni ayamay qurbonlik beradiganlar, jinidan tortib yuqrisi melg'icha va atdigan tarafda mag'firat talab qiladiganlar. Endi sabirun degan so'zga kelganimizda, ya'ni sabr qilg'uvchilar dedik-ku bayon. Nimaga sabr? Buning ma'nosi nima? Buning doirasi nima? Uyg'urchadagi texmi keng tushunsak, texmi yorqin aniq tushunsak, nima degan gap desa, asli lug'at ma'noda chidash degan ma'nosi bor. Bardoshlik berish degan ma'nosi bor. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo iymon etgan mu'minlarga bir bilik ishlarni qil deb buyurdi.
va bir ishlarni qilma deb buyuruydi. Qil degan ishlar ko'p hollarda insonga foydali, ammo insonga ozroq mashaqqat va ishlar, qiyinchilik va ishlar. Qilma degan ishlar ko'p hollarda insonning havoyi havasi tortadigan, ammo zararli. Qilmaslik uchun biroz tirishish to'g'ri keladigan, ba'zi narsalardan voz kechish to'g'ri keladigan ishlar. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo bizni qil va qilma degan buyruqqa loyiq ravishda yaratdi. Ya'ni biz qila oladigan va qilmay oladigan bir xalq. Allohning yaratishida yaratilgan. Qilsa qila olamiz, qilmasak qilmay olamiz. Ba'zi ishlarni qilishimiz keladi, buyruq qilma deb keladi. Ba'zi ishlarni qilishni faqat xohlamaymiz, ammo buyruq qil deb. Dal shu vaqtida bizda bir qiyinchilik bo'ldi. Ancha-muncha ruhiy bisim yoki jismoniy mashaqqat, qiyinchilik, masalan, ro'za tutaydi, atdiyandan kechgacha tomoq yemaymiz, ichmaymiz, boshqalardan saqlanamiz. Bir azroq jafo. Iqtisodingdan boshqalarga chiqim qil, zakatini ber deydi. Ko'nglimiz unmaydi bir yerimiz. Haj qil deydi jafo, namoz o'qi deydi, bir ishlar va jihad qil deydi. Uning qiyinchiligi va hammasida ma'lum darajada bir mashaqqat va. Ya'ni mushuningga bardoshlik berib, chidab qilg'uvchilar oyatdagi as-sabirun. Ya'ni sabr qilg'uvchilar, bardoshlik berguvchilar, chidag'uvchilar degani yo qil degan buyruqlarning mashaqqatiga bardoshlik berganlar, yo qilma degan ishlarda qilmaslikda o'ziga keladigan bisimlarga qanaqagan bardoshlik bergan kishilar bularnimi as-sabirun. Shunda pul ehtiyojli bo'lib ketdiki, o'g'irlasam, o'g'irlik qilsam darhollam bu ishim haloldi shaklda tuyuldi, menga shuna ko'rinadi. Alloh o'g'irlikni harom qilganlik uchun to'xtab qoldi. Ammo men qiyinchilikqa sabr qildim. Ko'nglim shunda tatidi, ko'zimni yumdim namahramlardan. Buni o'zi bir mashaqqat. Havo sovuq, namoz o'qi deganlik uchun sovuqsiz tahorat olib namoz o'qidim. Vaqt qiz. Shuna olsam vaqtni yechtirib namoz o'qidim. Qo'saq açlıqqa chidammotima, ro'za tutdim. Pulni faqat boshqa bergim yo'q, zakat berdim. Hammasi o'xshash sabr tahtiga daxil. Ya'ni bardoshlik berish. Diqqat qilsanglar, Qur'on Karimda, hadislarda sabr to'g'riliq. Allohning sabr qiluvchilar bilan billa degan haqida, sabr qiluvchilarga jannatning va'da qilinish haqidagi ta'limotlarning hammasini bo'lsa, insonga o'zini kontrol qilishni o'rgatish. Qilishga tegishli ishlarni har qancha o'p ketsa qila oladigan holatga kelish, qilmaslikqa tegishli ishlarni har qancha o'p ketsa qilmay oladigan bir holatga qana qilish kirish. Bu bir nuqta. Yana bir nuqta, sabrninki o'z doirasi, o'z ichiga yana bir nuqta. İnsanning ixtiyorsiz bir doiralar bor. İnson kirib qoladigan. Masalan deylik, tuyuqsiz og'rib qoladi inson. Tuyuqsiz qatnash voqeasiga yo'liqib qoladi. Ketavasi ustidan toshdan bir tushib bilan 5 yerlab ketadi. Va degandek inson o'zining taqati bilan cheklanmaydigan, to'syanmaydigan bir ishlar bor. Am bu ishlarning hammasi esonda bo'lsin. Bika qilmish olamda deyish mumkin inson. Bo'ladi bu, bo'ldiganligi emas. Mayli muson bo'lsin, mayli g'ayri muson bo'lsin, hayotda bunlar ishlar yuz berib turadi. Nurg'a odam qanash voqeasi tugaydi. Nurg'a odam tuyuqsiz kasallik bilan o'lib ketadi masalan. Va yoki bu degandek inson irodasiga xilof shaklda bir ishlar yuz beradi. Mushuning qilmasa, buning qanday sabr qiladi? Manda o'lish kerak. Meni yaratgan zot Alloh. Mening foydam va ziynimni Alloh obdan biladi. Alloh o'zi yaratgan bandasini hargiz oyoqqa. Mana bugun bir xafalık geldi, bir musibet geldi. Çok mutlaka bunun bir hikmeti var. Buna ben razı oluşum gerek. Bu şekilde kabul kılış. Ya onda şekilde kabul kılmaydım neymiş ki bunda buludu? Desem ihtiyarım. Lakin amalım yok. Buludu gayş buludu. Ama bu şekilde kabul kılış Allah'ın razı kılıdığın sabrına kadarıdır. Çünkü dünyada Allah'ın hiç kana bir işi de hikmetsiz işi yok. Hemmesinden hikmeti var. Sen muşununla işinip, yani hikmet babıga işinip, Allah çokum bunu bir hikmet için kıldı. Çokum bir yaxşılık var bunun da. Allah'ın bir iradesi var. Ben kabul kıldım. Sabır kılsam, bu mu ayetteki sabirun'un katarına girdi. Yani yukarı degende Allah buyurgan
taklif, buyruqlarga, ta'limotlarga sabr qilgan kishi, shuni qiyinchiligiga bardoshlik berib, oxirigacha yo'lni davom qilgan kishi, Allah cheklagan ishlardan cheklanishda o'zini zo'rg'a elib, shuningga bardoshlik bergan, sabr qilgan kishi va tuyuqsiz yuz bergan ba'zi qazo qadarlarga sabr qilib, buni rozimanlik bilan Alloh tarafidan qabul qilgan kishi sabirning tahtiga kiradi. Mashta insonni ko'rgan vaqtimizda Allah uni yaxshi ko'ribdi. Allah u kishidan rozi bo'pti deb o'ylasak bo'ladi. Bu sabirunninki ma'nosi. Undan keyin keldik sodiqin. Buni tarjimaga vaqtda rostchill deb tarjima qilamiz. Sidq degan nima desa, biz bir muncha til tadqiqoti biz tabiiy kirmaymiz. Sidq deganimiz bir odamning idisidan tasdiqlanib chiqqan. İdisidan, yani ko'nglida itiraf qilingan va shu asosda tilidan chiqqan va shu asosda amaliyatida amillashgan ish sidq bo'ladi. Bu yerdagi rostchilik bo'ladi, ya'ni samimiylik, rostchilik bo'ladi. Ana bu yerdagi bizdan sodiqin deb talab qilinayotgan rostchilik, qanday rostchilik? Aqalli gap so'zlik rostchilikdan tortib, aqalli yuqorisi bu da'vodagi rostchilik. Bu yo'ldagi rostchilik. Ma eng muhim narsa bu. La ilahe illallah bir iman to'xtami. Bir to'xtamning ishki la ilahe illallah. Biz la ilahe illallah deb iman aytgan vaqtimizdan tortib bu imonning bizdan talab qiladigan bir talablar bo'ladi. Bizning imkoniyatimizning yar bir ishcha mushuni ijro qilganimizning o'zi ma davoyimizdagi nima rostchilik. Mana bu yerdagi va sodiqun degani shu. Hayot tasarrufatimizning, hayot ish izlarimizning hammasininki la ilaha illallahga nima kelishi, mos kelishi, biz tanlagan bu yo'lga, biz oxirgi achiqimizda va'da bergan bu da'voga mos kelishning o'zi as-sodiqun, rostchilik, samimiylikning eng yuksak tarafi. Biz og'zimizda la ilaha illallahni aytib qo'ydik. Da'voyimiz mushu deb da'vo qildik. Ama ameliyatimizga qarasa, onun talab bo'yicha maqmag'inimizda, nishonimiz u olmaganida, onun ta'limotlarini uyg'unlamagan vaqtimizda biz o vaqtni munofiq qilamiz. Eg'izimizdagi boshqa, ameliyatimizdagi boshqa. Chunki biz davatgan la ilaha illalloh bizning manda shaklda bo'lishini taqozo qilsa, biz o shaklning g'ayrida yashayotimiz. Mana bu munofiq. Munofiq odatda ikki tarafga rasul olmaydi. Birisi o'ziga rasul olmaydi. Yani birisi boshqalarga rasul olmaydi. O'ziga rasul olmaslik deganimiz eg'izdan chiqqani qalbida bilan o'xshamaydi. Bu o'ziga rasul olmagan, yani o'zidan maslashmagan. Yani birisi eg'izdan chiqqani boshqa kishilarning amaliyati bilan udul kelmaydi. Bu boshqa kishilarga rasul olmagan. Shu munofiqlarning sifati Qur'oni Karimda sura Nisoning 143. oyatda muzazzabina bayna zalika la ilaha ula va la ilaha ula. Munofiqlar ana bilan ma'no o'tirda kelib ketib turdi. Ya inga tava emas, ya menga tava emas. Bu munofiqning ahvoli. Bu rostchilik masalasida biz eg'izdagi normal ijtimoiy parangni ham rostchilik eng tuanchaki u. Eng yuqorisi biz o'zimiz ishongan bu yo'lda rasul bo'lish. Da'vorimizda rasul bo'lish. Bu eng yuqori talabi. Masalan, kafir ne desa, kafir o'ziga rostchil. İtiqadida bu yo'lni tanlamadı. La ilahe illallahni tanlamadı va eg'izdimi ham tanlamadı. Boshqalarga bergan tuyg'usimi ham tanlamadı. Men kafir deb kafir yo'lni tanladi o. İmansiz yo'lni tanladi. Bu o'ziga rostchil. Ammo munofiq qalbida boshqa, tilda boshqa, boshqalar bo'lgan muomalasida boshqa. Bu eng chataq ish. Şuna cennet va'da qilingan mu'minlarning sifati va sodiqin. Yani bu yolda, bu davada Rasulullah. Sözlep ekersek odatdagi hune, kasıb, ticaretçi, bir xizmetini qilayotgan xizmetçi, bir unvoniga erishgan kishi jamiyatda kishilarning nazarda mandaq odam deb e'tibor qilishganlarning hammasi shu o'ziga tushgan shu nisbatlarga nisbatan rasul bo'lish kerak. Bir ticaretçi aşxonani birini açtı. O şu aşxonani açib, biz bilan bo'lgan muomalasida bizni xirda qilib chaqirganda bizga nisbatan halol yemaklik yegizish din iborat bir da'vo bor unda.
Agar u bizga berayotgan ta'minlayotgan yemekliklarda halol bo'lmagan narsalar bo'lib qolsa, u rasul bo'lmagan bo'ladi. Bir ilm ahli öz jamiyat uchun ilmiy xizmat qilmayman, ma jamiyatimni ziyolilashtirma, bularni ilm ma'rifatlan qana qilma, nurlandırma bularni, aqoatma bularni deb o'tirg'i chiqqan va boshqalar shu shaklda ishonch qilib, ishonchni bog'lagan kishilar agar shu xizmatiga sodiq bo'lmay qolsa, ular rasul bo'lmaydi. Bu bek ig'ir jinoyat qarindoshlar. Shunga sura Safda Alloh subhanahu va taolo ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallohi an taqulu ma la taf'alun. Bek ig'ir jinoyat dedi. Ey mu'minlar, nimishqa ig'izingizdan chiqqan amaliyatingga o'xshamaydi? Bu Allohning nazarida ajoyib cho'ng jinoyat dedi Alloh subhanahu va taolo. Ya'ni ig'izning chiqqani bilan reallikninki udul kelmasligi, qalbimizdagidan ig'izninki udul kelmasligi, ya'ni sodiqlarning eng yuqori qatlami kim o desa, qalbidan itrof qilinib chiqqan la ilaha illalloh. Odatga emas bu. Va kishilar o'tirsida men musulmon deb o'rtaga qo'ygan bu la ilaha illallohning talabiga yarasha yashash va mushu yo'lda menish va bu yo'ldan oxirigacha voz kechmay adoqgacha sabr qilib davomlashtirishning o'zi bu nimaning eng yuksak tarafi. Qachon rasulullohning eng yuksak tarafi. Mu'min, musulmon shu la ilaha illallohning talabidan chetlagan hamon u mush doiradan chiqib ketgan bo'ladi. Masalan, Abi Hurayra radhiyallohu anhudan kelgan bir hadis payg'ambar sollallohu alayhi vasallam zinoxo'r zino qilayotgan vaqt mu'min emas dedi. O'g'irlik qilayotgan vaqt mu'min emas dedi. Haroq ichayotgan odam ichayotdi chunki u kirgan iymon uni zino qilma deydi. Qilgan ekan ma doiraning sirtida u. U mu'min aytgan iymon o'g'irlik qilma deydi. O'g'irlik qilgan ekan bu iymon siziqining sirtida. Haroq ichgan ekan iymon sirtining siziqining sirtida u. Agar u o'zi haqiqiy mu'min desa, bu siziqning sirtiga chiqmaydi. Sirtiga chiqdimi, u sifatlanmaydi. Bu yerda bir samimiyat, rasululloh masalasi o'rtoq. Demak, mu'minning qashdagi iymonning haqiqiy ifodasi uning rostchilligi, samimiyligi. Iymonning butun talablari uningda urilishi kerak, butun ta'limotlari uningda uyg'unlashi kerak. Uning butun ishlari la ilaha illallohning ta'limotiga bo'ysunish kerak. Bu rasulullohning eng yuksak tarafi. Qur'onning bizni talab qilayotgani bu. Jannat va'da qilingan mu'minmi bu. Undan keyingi 3-sifatda val qanitin. Qanitin degan nima desa, o'zini bag'ishlab turib ibodat qilish. Yuk his qilib, jafo his qilib, xo'shaqmay, mashakilda emas, huzur ichida. Yani qanitin taxmin bir darajada izohlasak, oldidagi sodiqin bilan yaqin keladi. Yani bu kishi ibodat qilayotgan kishi qilayotgan ibodati vujudidan, yurkidan chiqqan, amaliyotida o'zining ta'sirini ko'rsatgan. Yani ichki dunyosidan rozi bo'lib, huzur olib uningdan bog'lanib turib ibodat qilgan odam Qur'onning bu ifodasiga qonitni tahdid qiladi. Nimishqa Alloh subhanahu va taolo o'zining bandalarini bir ishga taklif qilgan vaqtida bandalarning zihniyatida bu ishlarning hikmatini to'liq tushunilmasligi mumkin. Hamma narsaning hikmatini tushunib qilaman desa, banda o'rnini qilolmaydi. Ya'ni bizning aql idrok daramizning biroz yuqori. Endi qonit degan kim o desa, mashta Allohdan kelgan vazifa, taklifotlarga hikmatini bilib turib emas, balki Alloh buyurdi. Meni yaratgan zot buyurdi. Men iymon etgan zot buyurdi. Men o zotning hikmatsiz bir buyrug'ining balog'ishini. Ya'ni har ishida hikmat bor. Meni qil degan har buyrug'ida bir hikmat bor. deb turib qolgan bo'lsa, bunda ajoyib bir huzur bo'ladi. Shu vaqtda bu odam nima bo'ladi? Qonit bo'ladi. Qonit. Agar banda mushu holatga yetib kelsa, ya'ni qonitlik, o'zini bag'ishlab ibodat qilish, neyberisini surishda qilmay ibodat qilish holatiga kelsa, Alloh u bandaning qalbiga shunday bir ishni echib o'tadiki, banda shu vaqtda asta o'zining qilayotgan ishining hikmatini o'zi tushunadigan holatga keladi. Sura Anfalning 29-oyat: Ya ayyuhallazina amanu
Ey müminler, in tattaqullaha yec'al lekum furqana. Furqan degeni, agar Allohdan haqiqiy qo'rqsanglar, Alloh sizning qalbingizda haq bilan batıl ayrildigan, masalaning oq bilan qarasi ayrildigan bir hikmat ishkini qanaq qildi, echib turdi. Bunda bir zahidlarning bir gapi bor. Agar Alloh subhanahu va taolo seni buyurgan bir ishning hikmetini bilmoqchi bo'lsan, sen onun hikmetini sürüştü qilmasdan şu ishni icra qilgin. Allohdan haqiqiy qo'rqqin. Sen mush ishni Allohdan qo'rqib turib qilsan, mush ishninki hikmeti, illati, sababi zihningda yuriydi. Mana bir degan gap bor. Zahidlarning birisiniki. Shunga Sura Baqaraninki 282-oyatida vattaqulloh ve yuallimukumullah. Allah'tan korkma. Allah sizlerge öğütüp koyup da var. Yani Allah'tan korkmağınında, Allah'ın buyrukını icra kılmağınında, Allah'a üzerine bağışlap durup kemiginde sen bilemeysen. Sen aşağıda kepakken şu vaxtda kalbinge aşçı gitmeslerinin hemmesi aydınlaşıp gittiğin gibi. Del muşu bayattan qayattaki farıq şu. Farıq. Yani meseleninki anda yamundalıqdan ayrıldığan mesele şu. Biz texmo inçkiliga vaqtimizda agar buyruq sen bilan hamdan adamdan kep qasa, uni tabiiyki so'raysan. Nima qilaman? Birisi kelib, ya do'stingdan birisi yoki sana o'xshash insondan birisi kelib, ana qila desa, nima deb qilaman deydi. Nima uchun? Bunun sababi manda sababi var, manda ahamiyati var, manda foydasi var desa, tamam qilay deysa. Ama bu buyruq Allah tarafından kelgan bo'lsa, seni yaratgan zot tarafından kelgan bo'lsa, o vaqtida seni unda so'rash huquqing bo'lmaydi. Chunki seni yo'qdan barqan zot o, bütün etrafındagi dunyoni sen uchun xizmat qilib turgan zot o, hayotda sening bütün hayot ehtiyojlaringni ta'minlagan zot o, cho'qim bu ishidimi sana bu buyruqdimiz sana bir hikmet, bir yaxshilikni iroda qilgan bo'ldi. Bu nuqta zihningda aniq bo'lishi kerak. İnsan bo'lish sifatimiz bilan mesela misal alsak, biz og'rib qolamiz. Har xil shaklda bir kasallar bo'lib qoladi inson. Doktorga boramiz endi. Doktorga olgandan keyin doktor bizni tekshirib, bizdagi kasalni bayqab, kerakli dorilarni yezib turdi. Ham bu dorilarni biz setib olib akagan vaqtida agar birisi so'msa, ya birimiz ham buni doktor yezib berdilar-chu. Nima uchun ma'ni yozdi, nima unda deb o'ylamaymiz, chunki doktorga ishonamiz. Doktor mujik sanni biladi va buning dorisini biladi. Cho'qim men foyda qilgan dori yozdi degan ishonchlar inson bilan insonning o'tirib bo'tgan masala, misol uchun deyapman. Yeymiz. Hatto birisi kelib bizda so'rab qolsa, nima bu dorini yeysa deb qolsa, biz boshqa javobimiz yo'q uni. Doktormush dorini yezib berdi. Bizning bu qadar bu şekilde gap qilishimizdan javob berishimizdan sababi chunki biz doktorga ishonjak qilganlar. Doktorni bizning mushkulimizni biladi, dorini biladi deganligimiz, o'ylaganligimiz. Bu insonlar o'tirisidagi muomala. Doktor xatolashi mumkin, xato dori yozib berishi mumkin. Endi xoliq zotning, Allohning tarafiga kelsak, Allah asla xatolashmaydi. Allah xatolikdan tamamen hali. Allah'ın her işte bir hikmeti var. Sen eğer muş noktalarga iman etgan mümin bolsan, çokum sen nim boluşun kerak? Qanit oluşun kerak. İbadetlerini biz bayatın degandek vücudundan çıkarıp onun illetlerini sürüşte kınmasdan, neri birisini oylamasdan Allah buyruklarını icra kılgan bir haletke qana qilishing kerak, kelishing kerak. Yani böyle bir xulasalısak qarindaşlar, qanitning ma'nosi, vel qanitin degan bir sifat berildi o. Rabbinin ibadetini xushu bilan, huzuridan, vujudidan chiqarib qiladigan inson qanitin bo'ladi. Chunki o masalani biz bayatdan tushundirgandek tushunadi.
Özünün yaratquchi zotning hikmatsiz buyurmaydiganligini biladi. Endi bir banda ibodat qilibdi, ibodatdan qaytgan vaqtda kirgan vaqt bilan alayda farqlanmasa, xuddi bir yukdan ajigandek chiqsa, namoz o'qibdi, aldirab-aldirablam enib chiqibdi, vazifasini ado qilgandeklam. Yani bir zakat biribdi yoki ro'z tutdi yoki haj qilibdi, qanday bir shakldagi ibodat deyli, bir ibodatni qilgan vaqtida bandida huzur his qilinmagan bo'lsa, banda o'zini tekshirib baqish kerak. Ya'ni Allohni mushu huzuridan, mushu muhabbatga loyiq shaklda bayqayanmagan, his qilinmagan bo'ladi banda. Ammo haqiqiy oyatda deyilgan qonun bandining bo'ladi, ibodat qilgan siri uning huzuri eshib boradi. Ibodatdan o huzurni his qilmasdan qaytmaydi. Huzurni his qildimi ibodatga texmo qana qiladi, yuzlanadi, oxir nihoyatda qonitin laning qatoriga qana qiladi, tiziladi. Tamam, undan keyin qonitin degan sifatdan keyin Alloh subhanahu va taolo munfiqin degan sifatga keldi. Bu Qur'onning umum bir tashabbusi Sur Baqarada nurg'un yerda bu haqda so'zlandik. Ya'ni kishining imkoniyatidan ortiq qolgan, o'zining ehtiyojidan ortiq qolgan imkoniyatlarini boshqalar bilan paylashish, atrofidagilar bilan o'rtaq ham bahrlashish ma'nosida biz buni burundan chiqim qiluvchilar, sadaqa qiluvchilar, pul mollaridan boshqalarga bag'ishlar tarjima qildik. Bu doirada kichik bo'lib qolganligi, buning doirasi daha texmo kengri. İnsanda rizq pullam insonning rizqi olmaydi. İnsan hayotda manfaatlangan her saha insonga berilgan rizq bo'ladi. Mening aqlim menga berilgan rizq, mening kuchim menga berilgan rizq, mening yuz obro'yim menga berilgan rizq. Ya'ni Alloh jannat hozirlagan mu'minlarning sifati. O'zidagi butun imkoniyatni boshqalar bilan o'rtoqlashadi. O'zidagi imkoniyatni foydalanib boshqalarga yordam beradi. Endi mishada bir nuqta mazmuni davom qilishni ilgari o'tib ketib qolmayli bir davatay. Mushu imkoniyatingni boshqalar bilan o'rtoqlash, boshqalar o'zingning pul mollaridan degan ma'noni ifodalagan pilninki asli so'z yiltiziga qarasak bu nafaqadan chiqqan so'z. Bu af'ala anfaqa shaklida, munfiq mana shaklda so'z yasaladi. Bu so'zning asli ma'nosini o'ylaganimizda bir narsaninki yo'qolib ketishi nafaqa bo'ladi. Bir narsaning bo'lgan narsaning keyin yo'qolib ketishi nafaqa bo'ladi. Mushu ma'nidan biz hozirgi boshqalar bilan imkoniyatimizni o'rtoqlashish, paylashish degan ma'noga kelgan vaqtimizda bu yerdan yana bir uqum chiqadi. U olsimi, sen boshqalarga yaxshilik qil. Boshqalarga ehtiyojingdan ortiq pul bilan olib qolsa, imkoniyatlaringni paylash, o'rtoqlash, ammo bu so'ralmasin. Qayta tilga elinmasin. O zihningni qonmasin. Yaxshilik qildingmi, kessin. Ya'ni shuna demakchiki, sen boshqalarga qilayotgan yaxshilikni Allohning rizoligi uchun qilginki, u odamdan ikkinchi qatim qayta bir manfaat olish uchun yoki uni takror aslatish uchun mana shaklda qilma. Bugun bir odamga yaxshilik qilding, tugdi kessin. Uning ajrini Allohdan talab qil. Ikkinchi qatim bu qilgan yaxshilikni aslanmasin, tilga ilinmasin uning oldida. Demakchi, yana bu yerda yaxshilik qiluvchi bilan yaxshilik qilinuvchininki darajasi hayotda o'xshash. Umi inson, bumi inson. Allah ma insonni bog'lab qo'ymay, ikkisini tap-tap o'xshash imkonlar yaratib berdi. Ammo hayotda tartib buzildi unda, çok mutlaqo buzildi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo hayotda birisini egiz, birisini past, birisining imkoniyati cho'ng, birisining imkoniyati oz, shakl yaratish orqali insonlarni o'zaro bir-birisiga bog'lagan. Endi sening aqlingni ishlatib, kuchingni ishlatib, tirishib pul topding deydi. İmkoniyatlarga ega bo'lding deydi. Huquq ega bo'lding deydi. Sen mushu ega bo'lgan imkoniyatlarga
ega olgan mal dunyoga, ega olgan huquq yoki o'rinlarga sana Alloh bergan shu aqlga tayinib, shu kuchga tayinib ega olding. Agar Alloh subhanahu va taolo sana bermay shu narsani ilavaschi. Onun kudreti yetdi. Sana bergan aqlni shunga qo'ysa, sening kallang ishlamasa, sana bergan kuchni aningga bersa, sen ishlayolmasang, u berguchi bo'laddi, sen og'uchi bo'lading. Hayotda buni bizga ko'rsatadigan nurg'un o'zgarishlar va hayotda. Hayotimizda ko'ryapmiz buni o'zimizning yashagan qisqa hayotda. Tunugun millionlar bugun kambag'al. Tunugun boylar bugun gadoy. Tunugun raislar bugun mahbus. Mushtab bo'ladi hayotda. Bugun sening imkoniyating bor vaqtda. Bugun sening imkoniyating bor vaqtda. Allah subhanahu wa ta'ala sana acizlarga yordam qil deb bir buyruqni cho'gizgan bo'lsa, bu shu demakki, bu seni shunda xotirjam qilishki, bugun sen shunga o'xshash sen ayta mashta kunga qolib qolsang, mashta ojiz bo'lib qolsang, sana bir odam chiqadi demak. Yani hayotda har odamni kapolatga ega qilmoq. Chunki hayot o'zgarishdan hayot. Hech kim o'zininki boyliqininki, o'zining imkoniyatlarining, o'zining huquqini davom qiladiganligiga kapolatlik qilolmaydi. Bugun sapmasak odam ayt o'ldirib qilishi mumkin. Bugun sapmasak odam ayt ishlayolmaydigan bir holat kelishi mumkin. Men bugun mushu imkoniyatimdan boshqa bilan o'rtoqlashgan bo'lsam, Alloh buni menga buyurgan bo'lsa, ayt men ojiz bo'lib qolgan vaqtda men shuningdan xotirjam bo'lsam bo'ldiki, boshqalar menga bugun bergan bo'lsam, ayta men olaman. Mana bu amaliyotda Alloh subhanahu va taoloninki har odamga bergan bir xotirjamlik. Biz sug'urta deb qo'yamiz, sug'urta. Sug'urtasi ya'ni. Bugun berdik, ayta olamiz. Agar dunyoda Alloh subhanahu va taolo bizni oladigan kunga qo'ymay, mushibat aytib qolsa, agar dunyoda ashta bir kunga qolib qolsa, bugun bergan bo'lsa, ayta olamiz. Chunki atrofga qarab boqaylik, hayotning qonuniyatlariga qarab boqaylik, hayot o'zgarishchi. Shuningcha Alloh subhanahu payg'ambar alayhisolatu vasallam atrofidagi qarindoshlariga sadaqat qilgan kishining deb bo'libmi taxiyana? Shu maxfiy sadaqat qilgan, o'ng qo'li qilgan sadaqatni so'ng qo'li bilmagan. Chunki gap shu yerdan keladi qarindoshlar. Bu hayotdagi boshqalar qilgan yaxshilikni bak bir cho'ng o'lib kelsa bo'lmaydi. Faqat Allah menga bergan mol dunyoni azab o'rtoqlashish, ikkilaningki rizqini menga berganlik, men uni o'rtoqlashma boshqalar bilan birga. Paylashima shu. Shu uni yo'g'onchilik qilishga, uni boshqalarning oldida qizatishga xizmat qilish olmaydi. Shu bu ishlar ma shakl tushunilishi kerak. Men bersam, hargiz men pulni berdim deydiganga o'zimni yo'g'on tutsam bo'lmaydi. U qarindishimiz o'xshash men bilan. Men bergan qarindishimiz o'xshash. Qo'sh payg'ambarlar hadisda maxfiy qilgan kishining sadaqatini, yaxshilikni maxfiy qilgan kishini qiyomat kunisi hech qanday soya yo'q Allohning soyasidan boshqa. Shu dahshatli qiziq kunda Allohning arishda ostida, soyasi ostida soylaydigan 7 turli odamningki birisi qilib sanadi. Bu 7 turli odam hadisda bayon qilindi, biroz uzun hadis. Birisi odil rahbar, Allohga ibodat qilib o'sgan yosh, qalbi masjidga bog'langan kishi, mazmun davatimi. Allah'ni deb o'zaro do'st bo'lgan ikki kishi, yolg'iz Allohni aslab yosh to'kkan kishi, go'zal, huquq, mansablik ayol kishi talab qilsa, Allohdan qo'rqib keyniga chekingan har kishi va sadaqatni maxfiy qilib, o'ng qo'li qilganni so'ng qo'li bilmagan kishi. Mana shaklda sanoatida. Chunki qarindishimizning biz bilan tang o'rin ekanligini unutib qolmasligimiz kerak. Buni boshqalarning oldida men buni yaxshilik qildim-ku deb tushirish bo'lmaydi, besim ishiltish bo'lmaydi. Men ma'ni berish orqali gap anglataman deydigan yakilish bo'lmaydi. Faqat bizdiki paylashmamdi. Bir sinoq, boshqa narsa emas. Bizdagi shu imkoniyat shunga yetilishi mumkin ata. Chunki davatimiz o'zgarishdan dunyoda qanday quvvatimiz yashayapmiz. Shundan amin olki, bugun sen boshqalarga bergan bo'lsang, atsa olsa, agar sen dunyoda oladigan holat kelmay, Alloh o'z ne'matini seni davom qilib, davomlashib qiyomat oxirat kunida kessan, o'lib ketsan, qiyomat kuni olsa. Hasilab qana qilsa, olsa. Bu nuqta bo'lish kerak. Ya'ni o'zimizning gapiga qaytib kelsak, munfiqin, mana chiqim qiluvchilar
yaxshiliklarni sarf qiluvchilar, boshqalar bilan o'rtoqlashuvchilarni Alloh subhanahu va taolo ilgirki oyatdagi astin o'stanglar turadigan jannatni hozirlagan mushuk ishlarning qatoridan qilishi ijtimoiy jamiyatimizdagi ojizlarning himoya qilinishi uchun. Bu ajizlarni Alloh subhanahu va taolo biz burun darsimizda so'zlagan ma'lum hikmat tufaylidan yaratgan. İnsan o'xshash yaratib qo'ysa, hammadamni bir-biriga ehtiyoji yo'q shaklda yaratib qo'ysa, hayotning tartibi buzilganligi muhaqqaq. Shunga hayotda bir egiz bir pas yaratilgan, shu ojiz kishilarning hayoti bu shaklda kapolatga ega qilinadi. Yana takror deb qo'yay. Takrorlagan bo'lsam, yana qayta takrorlay. Banda bir narsani boshqalarga bergan vaqtida, boshqalarga yaxshilik qilayotgan vaqtda o'zining fulusini bermaydi. O Allah'ның mal-mülkünü bildi. Çünkü şu kişi şu mal-mülkü imkaniyetke eriş için Allah bergen akılını işletti. Allah bergen güçünü işletti. Eğer şu akılını, şu güçünü bununla vermeyi anıga bergen olsa vakitte madem ağladığın bulup yaratıldı. Fark şu. Bu noktayı obdan düşünüş gerek. Hayatta insanın özüge ait bir artıqçılık yok. İnsandaki her artıqçılık sırttan kelgen. Yani insanga birilgen. İnsan bu sübütü bilen artıqçılık egemez. Etrafımıza qarab baksak, 10 insanı tıssak aldığımızda insan buluş sübütü bilen hemisi ortak bir artıqçılık bulmaydı. Hemisi de manında bazı manında yok, manında bazı anında yok. Bu şu demek ki insanın artıqçılığını Allah biladi. Andoğanlıkın insan kolga keltirgen her bir narsa Allah'a ait, insan'a ait emez. İnsanın kösetken tirişçallık yüzünden Allah insana hürmet kılıp senin melon davatıdır. Tapqanın ne? Tapqan imtiyaz obrazını ya ki imkaniyetlerini senin davatıdır, be davatıdır. Allah'ın muşu hürmetini en katı bilişimiz. Emniyette insana ait hiç neyim yok. Hiç neyim yok. Dikkat kılsak kadındaşlar, cennet vədə qılınğan kişilərin sübutunun içində bugünkü dersimizin aitdi. Birisi sabır meselesi ortaya çıktı. Yani sabır degen şuna bir bizge tasvirlendi ki ayette iman işencisinin ki insanın ruhideki en yüksek bir ifadesi o. İnsanın kalbide iman işencisi en yüksek noktada olan vakitte yolunun ahırkıcı devam kıldı. Yalğız olsun mu devam kıldı. Kançılık, kıyınçılık olsun devam kıldı. Bu sabır oldu. Rastçılık, samimiyet, la ilahe illallah olan maslaşış ifadesini bize görsetti. Bir adamın ki bu yolda rastçılığı olanlığı la ilahe illallah olan maslaştı geldi. Ondan keyin çıkım kılış, başkalarına imkaniyetlerini biriş geldik. Kılanmaydıgan hayatta. Hayatta iş kılış imkaniyeti yok. Kişilerini himaye kılış manasını bizge aks ettirdi. Ondan keyin ayetning o'ziga qaytsak, ayetning eng oxiridagi bir sifat mu'minlarning sifati vel mustagfirina bil ashar. Ya'ni bular Allohga har doim duo qilib, mag'firat talab qilib turadi. Biz ayetning biraz oldiga qaytsak ilgirki darsdagi ayetimizga bu mu'minlarning birinchi sifati o'zlariga mag'firat talab qiladi degan. Dövzaq azabını saqlanib qilishni, saqlashni talab qiladi degan. Ondan keyin oxirigacha bardoshlik qiladi, sabr qiladi dedi. Ondan keyin rasul bo'ladi. Og'izdagi bilan amaliyati, qalbidagi bilan og'izdagisi uyg'un bo'ladi dedi. Ondan keyin ibodatda vujudidan Allohga berilib ibodat qiladi, qonitun dedi. Allah yo'lida ojizlarga o'zining pul mollarini, imkoniyatlarini sarf qiladi dedi. Endi mushu sifatlarning hammasi İnsan acizlik bilen insanı Allah'ın hakkını tulup ada kılalaydıgan haletke gelenmeydi. İnsan buluş sübütü bilen aş yukarıdaki sübütlerini hazırlayan tuluk hazırlık Allah'ımı çok mutlaka Allah'ın hakkının bir haklarını kemik kılış ihtimali var. Onu bu noktadan özünün en ahirki ötküzüp koygan taksiratları için, kemçillikleri için ettiğin taraflarda bula qiyam qiladi, aytgan taraflarda o'yg'onadi, Allohdan mag'firat so'raydi.
Chunki bende ya bir xatolik o'tkazdi, buning uchun mag'firat talab qiladi, yoki ibodatni loyiq ravishda ko'plab qilolmaydi, buning uchun mag'firat talab qiladi. Endi ashar degan so'z atganlik degan ma'noda tarjima qildik. Ko'p hollarda kechining oxirgi vaqtlari. Masalan biz Ramazon tutgan vaqtda sohurlik yeymiz. O sohur degan so'z ashar degan so'z bilan yiltizat so'z, ya'ni asli hammasi saharadan chiqqan. Tong etishdan ilgirki holatlarni ko'rsatdi. Kishi kunduzi bir kun ishlab charchab kelgan vaqtlarda u vaqtni talab qilmadi. U vaqtda uxlab, kechida hadoqlari ketib, zehni yig'ilgan. Ondan boshqa g'afilroq insonlar normalda uxlaydigan, qo'pmaydigan bir vaqt tanlandi buningga. Bu vaqtda eng qalbi saf, o'zining bandilik majburiyatini to'liq tunigan, o'zining kamchiliklarini, jinoyat o'tkazgan xatoliklarini, qilgan taqsirotlarini tunigan kishi o'rnidan tura oladigan vaqt. Shu vaqtda o'rnidan turadi. Bu vaqt Allohning rahmati tushadigan vaqt qilib belgilangan. Shuning bilan shu vaqtida Allohdan mag'firat talab qiladi, Allohning rahmatiga qana qiladi, erishadi. Ya'ni darsimizning oxirisida xulosalasak, iymon aytgan, alladine yaqul amanna, iymon aytgan, gunohning mag'firat qilishini talab qilgan, do'zax azobidan saqlanishni talab qilgan, bu yo'lda, bu da'vo yo'lida oxirgacha bardoshlik qilib chidamchan bo'lgan, sabr qilgan, rastlogan, o'zining amaliyati bilan so'zi o'xshash bo'lgan, bu yo'l davosida samimiy bo'lgan, Allohga vujudini daxil ibodat qilgan, Alloh yo'lida chiqim qilgan va atdigan taraflarda mag'firat talab qilgan. Mushlarning hammasi taqvolikninki natijasi. Mana mahil shakldagi kishilar la ilaha illallohning mevasini uzgan kishilar bo'ladi. An la ilaha illallohning mevasini uzgan kishilar hayotga boshqacha ko'z bilan qaraydi. Ularga zuyyina lin-nasi hubbu shahawati minan nisa wal banin degan oyatdagi shayton zinatlagan ayol, bola va mol dunyoninki qisqa oyatdagi manfaat, huzur, halovatlari o şekilde ko'rinmaydi, uni boshqacha muomala qila oladi, uni oxiratdagi o'zining darajasining yuqori yukselishiga palampay qila oladi. Darsimiz nisha keldi. Vaqt munosabati bilan darsimizni nisha to'xtatamiz. Yani bunun münasebetlik qolgan mazmunlar, yani la ilahe illallahga münasebetlik meseleler, 2 saatlik dersimizga qoldi. 2 saatda kurashganga qadar hammani Allohga omonat qildim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.